Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Zahir Masharipov. Bugun biz 2011-yilda suratga olingan Sladkий яд Skorpiona deb nomlangan film haqida gaplashamiz. Ushbu filmni bizning Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimiz manzili esa video ostida qoldirilgan. Filmda Rakel ismli 17 yoshli qiz haqida hikoya qilinadi. Darsdan so'ng sinfdoshi qizni uyiga taklif qilib, darsga birga tayyorgarlik ko'rishlarini aytadi. Rakel yigitning oldiga kelganida, yigit uni o'pishni boshlaydi. Shundan so'ng u qizni qing'ir ishlar qilishga majbur qiladi. Kechqurun qiz bu yigitdan ijtimoiy tarmoqlarda xabar oladi. Uning sahifasida qiz va yigit darsga qay tarzda tayyorgarlik ko'rishayotgani aks etgan video turar edi. Bu pastkash yigit qiz bilan nimalar qilganini videoga yozib olgan ekan. Ertalab butun maktab nima bo'lganini allaqachon bilib bo'lgan. Bosimga dosh bera olmay, Rakel darsdan qochib ketadi. Vidolashuv xatini qoldirib, qiz o'gay onasining uyidan ham qochadi. Shundan so'ng qiz fohishalik yo'llariga kirib ketadi. U topgan e'londa massaj qilish uchun qizlar kerak, lekin nimadir shubhali edi. Keyin qiz tushunib yetadiki, bu oddiy massaj qilib pul topadigan joy emasligini. Ish vaqti va shartlari juda vahshiy edi. Qiz ertalab soat 10 dan kechki soat 10 gacha tinimsiz ishlashi kerak bo'lar edi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yotoqdan chiqmasdan ishlashi kerak. Ertalab fohishaxonaga birinchi mijoz keladi. Uning uchun Larisaning yangi qizi bor. U yosh va jozibador. Rakel Halson uni kutayotgan xonaga boradi. Uning savoliga qiz aldab 18 yoshdaman deb javob beradi. Uning birinchi mijozi ekanligini bilib, erkak Rakeldan tashvishlanmaslikni so'raydi. Shundan so'ng u qizni kravatga itarib yuboradi. Birinchi haftada Rakel o'nlab yigitlarni o'zidan o'tkazib yubordi va yaxshigina pul ishlab topdi. Yosh qizni ko'rib, mijozlar katta ishtiyoq bilan Rakelni afzal ko'rishdi. Birinchi ish haqini olgandan so'ng qiz yangi kiyim uchun do'konga boradi. Fohishaxonada ikkita erkak o'tiribdi. Rakelni ko'rib, ikkalasi ham karaxt bo'lib qolishadi. Ularga yaqinlashganda qiz hamkasblaridan birini ikkinchi odamga chaqirishni taklif qiladi. Lekin u rad etadi, chunki u bilan vaqt o'tkazishni xohlaydi. Ikkalasini tugatgandan so'ng Rakel yana bitta yigitni taklif qiladi va u uni juda yaxshi ko'radiganga o'xshaydi. Mashg'ulotni tugatgandan so'ng yigit Rakelni bu joydan olib ketishini va'da qiladi. Qiz esa uni kutishga va'da beradi. Bu vaqtda qizlar orasida isyon ko'tarilmoqda. Ulardan biri, Janin, Rakelni barcha mijozlarni o'ziga jalb qilganidan norozi, chunki ular ham pul topib o'g'illarini tarbiyalashi kerak. Shu bilan birga Rakel boshqa mijoz bilan uchrashadi. U uning o'gay akasi Rodrigo bo'lib chiqdi. U qizni topdi. Yigit qizni qidirib kelishidan maqsad qizning ketganidan ota-onasi tushkunlikka tushgan. Rodrigo singlisi fohisha bo'lib ishlayotganini bilib, u boshqa hech qachon ota-onasiga yaqinlashmasligini yoki-da qizga yomon bo'lishini aytib ogohlantiradi. Kechasi qiz asrab olgan ota-onasiga qo'ng'iroq qilish uchun telefonga boradi. Lekin onasining ovozini eshitib, bitta so'z ham ayta olmay ketadi. Ertalab shkafini ochib, Rakel o'zining barcha jamg'armalari yo'qolganini, shuningdek asrab olgan onasidan o'g'irlagan marjonni topa olmaydi. Rakelning barcha mijozlari o'ziga jalb qilganidan norozi bo'lgan Janinni gumon qilib, qiz politsiyani chaqirish bilan tahdid qilmoqda. Larisa paydo bo'lganida Janin Rakelning puliga tegmadim deb qasam ichadi. Keyinchalik Rakelning qiz do'sti Gabi qizga shkafini ochib, u yerdan qimmatbaho narsalarni tortib olganini aytadi. Qaychi ushlab Rakel o'g'ridan tan olishni so'raydi, ammo u barcha pullarini allaqachon giyohvand moddalar uchun sarflaganini tushunadi. Ertalab Rakel Janindan zargarlik buyumlarini o'g'irlashda gumon qilgani uchun uzr so'raydi. Shu paytdan boshlab qizlar yaqinlashishadi. Kurtizanlar birgalikda klubga dam olish uchun borishadi. U yerda Rakel VIP zal mehmonlarining e'tiborini tortadi. Qizlardan biri Carol Rakelning hojatxonaga borishini kutib, uni VIP zalidagi do'stlariga qo'shilishga taklif qiladi. Uyga qaytish vaqti kelganida Carol Rakelga tashrif qog'ozini, shuningdek giyohvand moddalar dozasini o'z ichiga olgan paketni uzatadi. Keyingi uchrashuvda Carol Rakelga do'stlaridan biri qizga qiziqib qolganini aytadi. Carol tez orada Rakelni barcha xarajatlarini to'laydigan yigitni topishga va'da beradi.
Fohishalar xonasida Larisa paydo bo'ladi. U giyohvand modda topdi. Uni qizlarning orasida yagona giyohvandga tegishli deb o'ylaydi. Shunda Rakel sumka aslida unga tegishli ekanligini tan oladi. Shundan so'ng giyohvand qiz giyohvand modda unga tegishli ekanligini aytadi. Larisa fohisha qizlar bunday narsalarni iste'mol qilishlariga qat'iyan qarshi edi. Shuning uchun u ikkala qizni ham haydab chiqaradi. Carol Rakelga yuqori darajadagi uyda yaxshi kvartirani ijaraga olishga yordam beradi. Qiz Gabi bilan uchrashadi. U fohishaxonadan narsalarni olib keladi. Uning aytishicha, Rakel ketganidan so'ng Larisa g'azabga to'lgan, chunki barcha mijozlar yosh va jozibali Rakelni talab qilishyapti. Buni eshitgan Rakel internetda o'zining shaxsiy blogini yuritishni boshlaydi. Bu qizning eski mijozlariga uni internetda topishga imkon beradi. Shu paytdan boshlab Gabi Carol singari Rakelning hamrohiga aylanadi. Qiz nafaqat o'z hayotini baham ko'radigan, balki mijozlar haqida gapiradigan blogi tufayli Rakel Braziliyaning eng mashhur fohishasiga aylanadi. Blogning mashhurlik sababi qiz o'z mijozlarini reyting tizimi bo'yicha baholay boshlashi, ularning muammolari yoki afzalliklarini ko'rsatishi bilan bog'liq. Shuhrat va shon-sharaf o'z ishini qiladi. Ya'ni Rakel taqiqlangan moddalardan foydalanishni boshlaydi. U o'zining birinchi mijozi Halson bilan uchrashadi. U qizni juda yaxshi ko'radi va shuning uchun erkak Rakelga qimmatbaho zargarlik buyumlarini beradi va bu biznesni tark etishini taklif qiladi. Shu payt Gabi unga qo'ng'iroq qilib, qizga mijoz kelganini aytadi. Zargarlik buyumlarini chetga surib, Rakel Halsonga uning oldiga borish uchun 2 baravar pul to'lashni afzal ko'rishini aytadi. Rakelning tug'ilgan kuni munosabati bilan Carol ziyofat uyushtiradi. Shu sababli bugungi mehmonlarga qizlar mutlaqo bepul ekanligini aytishadi. Ertalab Gabi bilan uchrashuvda dugonalar janjallashishadi. O'z blogining mashhurligi talqinida Rakel o'zini yulduz deb biladi. Bu kafeda o'tirgan har bir erkak u haqida bilishiga va uni xohlashiga amin. Gabi Rakelning xatti-harakatlarini yoqtirmaydi va shu sababli u yerdan ketadi. Rakelning shaxsiy blogi Braziliyada yilning eng yaxshi jurnali sifatida tan olingan. Shuning uchun qiz suhbatga taklif qilinadi. U yerga u mast holatda boradi. Televizorda Rakel o'z xizmatlarini reklama qiladi. Shundan so'ng u o'zini katta yulduzman deb hisoblab, narxlarini ko'taradi. Biroz vaqt o'tgach, Rakel Larisa uchun ishlayotganda uni olib ketishga va'da bergan yigit keladi. Ammo qizni umuman tanib bo'lmas edi. Yigitni ko'rgandan so'ng u suhbatni behuda sarflashdan ko'ra ishni qilishni taklif qiladi. Qizdan hafsalasi pir bo'lgan yigit ketadi. Giyohvand moddalar va spirtli ichimliklar uchun katta miqdordagi pulni tushirgan Rakel tez orada mijozlarsiz qoladi. Rakelning ishlari juda yomon. U hech bo'lmaganda kun kechirish uchun bir kunda o'nlab erkaklarni o'tkazishga majbur. Natijada qiz dozani oshirib yuborishdan hushidan ketadi. Xonada uyg'ongan Rakel karavati yonida Halsonni ko'radi. Qizni kasalxonadan olib chiqib, erkak uni sevishini tan oladi va Rakelning hayotini o'zgartirishga harakat qiladi. Uning hamma narsasi bor. U xotirjamlik bilan maktabni tugatishi va xohlagan joyiga o'qishga borishi mumkin. Rakel mashinani to'xtatishni so'raydi. Qiz Halsonni juda yoqimli odam deb aytadi, lekin u mustaqil bo'lish uchun oilasidan qochib ketgan. Film Rakelning fikrlari bilan yakunlanadi. Qiz turmush qurishni va farzand ko'rishni xohlaydi, lekin buning uchun u ko'p pul topishi kerak. Shuning uchun u eskort bilan shug'ullanishni davom ettiradi. Hurmatli obunachilar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, juda xursand bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.